Rahmat. Tushlik tomoq yeymiz deb to'ytimiz shundoq ketib pasaqlab bir oshxonaning ichidan hali boyaman gapini qilib qo'ygan og'inim bir qizvallarlar oldimiz qilib chiqib qo'limiz qilib tushib qoldi-da. Nima ish qilib yursa, kim bo'ldi bu desa, voy yaqinma odosh bu satlashma, bir do'stimni qilib ketdi bu. Bu o'zi yomon qiziqchi bu, ba'zi qiziqishlarni qilib qo'ydi. Shu tutib olib, bu qizval mehmon qilish qancha pul ketdi odosh desam, 15 so'm deydi. Ya 15 so'mga mehmon qildingmi? Ashta azam ekan bu qiz mehmon qilmoq. Hajab azam mehmon qilsan desam, bu qizning so'mkasi bor shu 15 so'm ketdi. Bir kuni ayoli bilan bozorga chiqibdi-ku bu. Bunda kelyapti ayol ikkisi shuning bilan bir ko'rishib qo'y buni ular qiziq gapdan birisi chiqadigan bo'ldi deb assalomu alaykum deb kelib ko'rishdim, salomlashdim. Paranglashib ayoli yo'q. Moyoqda bir ikki ayol so'qishib ketdi. Ya adash hozir qishingda ayoling turadi. O ikki ayol ayat so'qishib o'tirdik. Sening ayoling emas-da, ikkisidan birisi desam, "Ay shu mening ayolim birisi" deydi. O shu so'qishayotgan xotining bir sening xotining emas desam, "Ha" deydi. "Qaysi sening xotining?" desam, "Ular shu masalani talashib o'tirdi" deydi. Dadisi tugab ketdi bag'inamning bir kun. Dadisi tugab ketganda patiga bordik, ishdan kirsak, voy otam deb yig'ildi bag'inam, yig'lab ketganda, voy savr qil deb ko'rishib moyoqda bir mo'yisib odam borki, yosh cho'ng'aroq odamga, "Ey, yig'lama. Nima yig'laysan? Ha? Dadangning to'yi bo'ldi. Dadang 70 yoshga kirdi, to'yi bo'ldi" degan gap. "Nima yig'laysan? Yig'ilsang to'g'ri bo'lamda, yig'lama" deb vaqirab ketdi. Bag'inamni besiqdi. Bir kim degan dadisining ishga og'ayisi kirdi. Kirib edi, dadisining og'aylarini ko'rib, yana o'zini basamay, voy otam deb yig'ildi. Har qadam yana qopib ketdi. "Ey, yig'ilma deyapman men sana. Dadangning to'yi bo'ldi, uqdingmi? Dada deb yig'ilsang ro'yi ko'rinmamdi. Yig'ilma, dadangning to'yi bo'ldi" deb qaynab ketdi edi. Buning misal ko'ngli keldimi? "Siz qancha yoshga kirdingiz?" dedi. "Men 75 yoshga kirdim" desa, "Siz to'y qildigan vaqtim 5 yil o'tib ketibdi" dedi. Assalomu alaykum. Menga shunda kulib o'ylab o'tasiz. Rahmat. Bugun umrimizda Qashqa xalq naqshchisi, Qashqa teatrchilik ishlari uchun o'chmas to'q bilan qo'shgan Abdukim Ro'zi apandining o'g'li Abdug'ani Abdukimga beramiz. Marhamat.